Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Davati. Bu dualarınki kitabıdır bu deylemdi. Dualar. Davat diyen davetunninki cem'isi davat keludi. Yani davet degan gap nima? Chaqiriq. Yani bir qator chaqirganning o'zini ta kelgan bo'lgandan keyin bir qator yani chaqiriq, yani so'rash. Bizniki Uyg'ur tilida yani duo qildi degan gapniki o'zi chaqirib so'radi degan gap bo'ldi. Yani so'rash. So'rashlarniki babi. Yani bir insonniki ehtiyoji yoki ishib qolgan bo'lsa, buni Alloh taoladan so'rashlarniki qandoq so'raydi? Nima deb so'raydi, qaysi talaffuzni ishlatadi, qanday vaqtning o'zida duo qilib Allohdan so'raydi. Mana u so'rgan vaqtning o'zida, duo qilgan vaqt o'zida u duo qanday bo'lgan ijobat bo'ladi. Men mushniki ustidagi nima u kitob bu deydimdi. Bu yerda davat deb keltirishning o'zi duolar bo'lgandan keyin, yani her vaqt va zaman itibardan her vaqt qilgan duoninki turi jiq bo'lgandan bir vaqt bir vaqt o'xshamagan, hem insonlarniki ehtiyoji va insonlarniki shu Alloh taoladan so'raydigan, so'raydigan narsa har xil bo'lgandan bu e'tibor bilan shu nima qildi, bu yerda jam'i keltirib, yani har xil duolarni, har xil nimani, savollarni, yani ihtiyoji var degan so'zlarniki o'zini, gap qolgan gaplarniki o'zini qanday qilishniki ustidagi kitob. Yani Qur'oni Karim, hadis Rasululloh buni nima deydi? Men mushning ustidagi nima kitob deydimdi. Bu duoniki o'zi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadis deganda bir ibodat. Yani bu duo degan gapniki o'zi, yani Allohga nima qilish, duo qilish, yani so'rash. Yani bir bende olan mümin, Müslüman olan adam özdeki ihtiyacı olsa ihtiyacındaki amelge aşırış ve onun zararlı bir narsa kelgan olsa onu to'xtatishdan ibaret olan bu so'roqni, bu işini qilib berish uchun Allohga nima qilish, uni Allohdan uytilibchi so'rash. Men Allohni qilib berishni, Alloh mushtaq qilib bersa deb uni deyish. Men buni nima deymiz? Uni duo deymiz. Endi bu duoniki ijobat bo'lish bo'lmasligi, mana uni da qat'iy nazar duaniki o'zi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bunu nima dedi? İbadet dedi. Hem şunu da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dua qilinglar dedi. Dua qilib Alloh uchun savol so'ranglar, har qanday ihtiyojing bo'lsa dedi. Mush mazmunda oyat. Anda valiki bunu qatta bu nima bo'lgan bo'ladi? Ibodatchi bo'ladi. Biz endi qolgan ibodatning o'zini biz bo'lmasa deb Alloh buyurib ekan deb uni ijro qilish, uni amillashtirish uchun uni jazmanchi qilamiz. Anda valiki bizniki bu duayımızdan ibaret olan nesniki üzü. Meni Allah Teala icabeti kılmışsın. Yani icabet kılmasınki üzüden dua kılığında 3 xil olur hem de yukarı tevendem kelidi. Yani dua kılığında üzüde bu duanınki resmi paydası var. Ya ameliyette şu vaktin üzüde boludu. Ya olmaydı Allah Teala onunki kan o istehniki ornağa başka bir narsa berdi. Çünkü o adam özü bende onunki o narsaniki o adam kelgan yaxshi olmagan ekan, onu bilmagan ekan, Allah bunu bilib, siz ma'ni bergandan ma'ni beray deb onu başka bir yaxshilik ishni berdi. Yo'q olmaydi buniki natijasini o'zini u dunyo uchun qilib qo'ydi. Buniki jazman nemisi var, paydasi var. Bazı munhit, bazı nifaq kesel olan adam, kalp kesel olan adam özü, meni dua kuvvetimiz icabet olmaydı. Bu nime icabet olmaydı? Sen aşında kalbin kesel tutsa, Allah'ınki Resulü'nü nime degen bolsan, onu icabet kıl, makul demesen, demeyip dursan müşahede, kandak vakti deyse o duanı, ayda, yılda, müştak, resmi dünyadaki işlerindeki iğir kirip müştak, beşin kulpet kelgan vakti özde andaki desen sunki icabetten, sen gepilgan makul demdan, şu icabet bolan da, senin yivatkan, içivatkan, kıvatkan işlerin hemmesi haram, günah mesiyet tutsa, bu duanınki icabet buluşundaki yani Peygamber'in başka hadis kasasen, men nemi var? Bunun da şartı var. Şu şartki düşken vaktinizde andikin ibadetin uçağınızda nime? Duayınınki özü buçağının makbul oldu. Bu musun? Qanday oldu sen adette? Mesela seninki
kaşığı bir adam kirib, "Voy, men bilas versa" desa, uçağınızda bu adam davamlı senin işin ma'qul deb tursa, andaki seni a'lo qilish boshqa tursa, kulib tursa, andaki shu bersan. Bo'lmasa ko'migan, kimga sen gaping unmagan adam apir bilan so'rabsiz, beramsa sen. Bir pul narsa bermay taqib vaqirib sen nima ish keldingda vaqiraysan. Men mushundoq bo'lgan o'zida bu duo ijobat bo'lmaydi ekan. Nima ijobat bo'lmaydi? Ey sak nimaga ijobat bo'ladi duo? Duoniki ijobat bo'lmaydiganligi men rasmiy isbotlangan bo'lsa, u ijobat bo'lmasi Qur'oni Karim, ya'ni Alloh taoloning ijobat qilmasligi emas. U chatoqniki o'zi shu duo qilishning o'zida. Mana bu duoniki o'zi tarixda bo'lgan har payg'ambarlar, avliyo, solih, siddiq, shuhadolarniki bu duosiniki o'zi amaliyotda mana ijro bo'lib, maqbul bo'lib, shu chol o'zida amaliyotda to'g'ri bo'lgan haqiqatlar shu bor. Bu yerdamda seniki bo'lmagan bilan undoq bo'lmaydigan ish shu yo'q. Duoni qilamiz, nima qilsam sen duo degan bir ibodat bo'lsa, sen bir bandalikni izhor qilish uchun sen nima qilishing kerak? Unga duo qilishing kerak. Bu bir ibodat. Yalvarishing kerak. Seniki banda ekanligingni, seniki o zotniki oldida rasmiy xor, o zotniki rasmiy maxluq ekanligini isbotlash uchun amaliyatni ko'rsatishing kerak. Allohning rasuli nima degan bo'lsa, shu bo'yicha qilishing kerak. Amal qilishing kerak. Amal qilvaqtda uni qarishga mukofot beradi. Sen ish qilmay aniki bu berdigan ish bo'lamda. Sen ish bo'lmaydigan, Alloh rozi bo'ladigan, Alloh xush bo'ladigan mu'minlar, musulmonlar, payg'ambar, Qur'oni Karimga muvofiq bo'lgan ishni qilsa, andiki u bo'lgan gap. Bo'lmasa shu bo'lmaydi. Dedi Alloh taolo: "Va qala rabbukum ud'uni astajib lakum." dedi. Dedi sizning Rabbinglar ud'uni, menga duo qilinglar. Duo qilsanglar men siz uchun ijobatjon qilaman deb nima qildi? Mushtaqchu dedi. Unda o'yladim, men mushu oyatga asosan duo qilish nima o? Tarjih. Duoni uchun jazman nima qilishimiz kerak? Uni qilishimiz kerak. Men ijobat bo'lsin, bo'lmasin. Hech bo'lma deganda u degan amrga nima qilgan bo'lamiz, o'chog'imizda bo'ysungancha bo'lamiz. Ba'zi toifa, ba'zi insonlarning o'zi bu duo qilmasaqmi bo'ladi. Chunki duo qilish o'zi Allah biz yani Allah'ınki yani qazo qadar. Yani Allah Teala alma qachon har qanday narsaniki o'zini bir qancha yilniki oldida, hatto biz tug'ishniki oldida uni qanday ekan alma qachon bakit bo'lgan. Bakit bo'lgan ekan uni qazo yani taqdir uni hukm qilib qo'tirib uni hammani qilib bo'lgan. Unda o'yladiki bu qilib bo'lganga asosan biz duo qilmasligimiz kerak. Allah nima degan bo'lsa bo'lsin deb shundoq turish kerak deb mushtaqchu deydigan. Mushtaq bir xato. Men mushtaq nimalar bor? Ko'z qarash shu bor. Men bu ko'z qarashniki o'zi bu nima o xato? Chunki bu yerda Allohniki buyruq qilibdi. Buyruqni keltirganligimiz o'zi nima bir ibodat. Mana hech bo'lma deganda bu nima bo'ladi? Ibodat bo'ladi. Allohning buyruqini ijro qilgan bo'lamiz. Mana boshqa hadisga asosan mana ijobat qilinglar debdi Alloh taolo. Hargiz bu ijobat bo'lmani. Duo qilinglar, ijobat qilman debdi. Ya'ni Alloh taolo ijobat qilmaydigan narsaga o'zini duo qilinglar demaydi. Jazman buniki natijasi, ya'ni ijobat. Yana oyati degandek, ya mush vaqtni o'zida bo'ladi. Ya bo'lmay uning o'rniga biz man talab qilsak, Alloh o sizga yaxshi etib uni beradi. Ya bo'lmaydi, yin bir dunyoda deb qo'ygan gap, qalab qo'ygan gap, ep qo'ygan gap. Bu qilgan duoniki o'zi jazman nima o? Foydasi bo'ladi. Ham nima o? Ayni zamonniki o'zida bu buyruqniki o'zini bejo keltirib amaliyotda biz isbotlagandik bu bir ibodat savob bo'ladi. Men buni bandam bu ishni qildi deb unga nima berdi? Alloh ajr azim berdi. Meni buni qarab shu biz nima deymiz unga duo qilish meni eng katta ish deymiz, ibodat deymiz. Yine dedi Alloh taolo: "Ud'u rabbakum tadarruan khufya innehu la yuhibbul mu'tadin." dedi. Allah Teala dedi ki, sizlarga Rabbingizga duo qilinglar. Duo qilish shakli var. O qavm tazarru va xufi bo'lgan holatda. Ya'ni rasmiy Allohga butkul vujuding bilan, huzuri qalb bilan, ichingizdan rasmiy Alloh uchun duo qilinglar. Mush holati bo'lsin. Eng birisi anadekin xufiyan maxfiy bo'lsindir. Yovimiz faqat Allohni deb bo'lsin. Hargiz o haqqi riyo bo'lib qolgan, men duo qilib taqvo adamkan degan unda maqsad emas. Men buni bildiradigan haq yo'q yerdan. Men ayrim bir ya'niki o'zida mushtaqchoq qilaman. Nima ishqa? Chunki haq va ya'ning o'zida ishning ko'pincha riyo aralashib qoladi.
Bunu da saqlash uchun, ya'ni demak Alloh qilgan duoning o'zi rasmiy ichidan vujudun chiqishi. Ya'ni hozirgidek, ya'ni avtomatik holatda shu un olg'ida sharrt o'qiydigan emas. Rasmiy ichidan chiqib, rasmiy o odamning ehtiyoji bor ekanligini nima qilish, uni bilib shu orqali uni deyish. Shuni bilan birlikda bu duoning o'zi rasmiy xolis, mana 100% sap, mana Alloh uchun bo'lish kerak. Onunki bu duoning nima? Ijobat. Alloh mushtaqqa ola deydi. İnnehu la yuhibbul mu'tadin. Cazmen Allah Teala çekidin eşip ketken kişilerini nima qilmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni men tu degan yerda turmay, qilma degan yerni qilib çekidin eşip ketgan kishiki, bunda kishilarni yaxshi ko'rmaydiki, unda kishilarniki duosini Alloh nima qilmaydi, ijobatchi qilmaydi. Yani o adamın o'zi duo qilib qilish kerak. Mana rasmiy tazarru, rasmiy o'zidagi banda, rasmiy o'zidagi xorlangan xor ekanligini bildirib Allohning oldidan rasmiy ehtiyoj bor ekanini uqtirishi birlikda xolischa bo'lish. Mana bu o'lcham bu. Bundan eshib, unda qilmay, o uxlab kelib, uyda kelib, ya'ni og'izda avtomatik holatda un olib chiqqanda var o'qib, o canınızı xahni alıdı bunda qo'yib, xah yo'q yerda andi kari yo'q. Xah vayani o'zi yig'lab qo'yib, xahni akib o'shda kamerani akib to'xtatib, var qo'yib, ani xah yo'q yerda g'afil holat turgan bo'lsa, bu degan o'lchamda chekib eshib ketgan bo'ldi. Bu ana Alloh yaxshi ko'rmaydiki, buniki duosini-chi Alloh qabul qilmaydi. Bu oyat bu. Yine dedi Allah Teala: "Ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i iza ta'ani." dedi. Kaçaniki senden, benim bendelerim menden sorsa. Menden soraptı. Allah yakın mı, jirah mı, dua kılsak icabat kılamdı kılmadı. Aslında ben dua kıldığı kişi degen gap, kişi degen gapın özü yakın bolsa kişilerimiz hem de jirah adamın kişi olmaydı. Anda bunu sorgan gap. Bunu sorgan vakti özde Allah Teala öz bir vasıla özü cevap verdi ki, ne mi dedi? Allah Teala "Peyni karibun." Dua kılana diyen gap. Yani benim bendim sorduğum bolsa, işte qanday rahmet dua kılamdı, icabet kılamdı qılmamsa, qılanlar. Dua kılanlar. Çünkü men nima qilaman? Men yakın. Sizga en yakın zat. Shuningdek men dua qilishim, duosini qachoniki dua qilsam, iza daani. Qachoniki dua qilsam, men duosini icabet qilaman. Men mushunda deb qo'y bandalarimga. Menga nima qilsin? Dua qilsin. Bekatumay nima qilsin? Dua qilsin. Meni yalvarsın deb meni Alloh taolo bu oyatda nima qildi dedi. Unda o'yladim, meni duo qilishda asli biz yaqin bo'lish kerak. Endi biz ko'zimizga yana bizniki u qilmoqchi bo'lgan odamniki o'zi bizning ehtiyojimiz chiqish kerak. Yaqin bo'lish kerak, uni bilib o'qib turish kerak. Yani Alloh taolo uchun shunday sat. Unda o'yladim, buni qarta bu qilamiz, o'qimasiz, ko'nglimizda, og'zimizda chiqamay deb qo'ysa bilam. Siz qayerda duo qilsangiz nima deydi Alloh taolo? Men sizga yaqin. Maya kalbinizi demsiz, ağzınızı demsiz, yaş vaqirab demsiz, Allah men onun için bilip durmam, uqib turman. Onda o'yladim, qachonlik duo qilgan bo'lsa, siz menga nima qiling? Duoni çok qiling. Men duoni ijobat qilgan ishim çok bor. Dedi. Endi ijobat mena uniki shartlari bor. Uniki mena odab axloqlari bor. Shu shartga tushgan bo'lsa, anadagi shu duoniki bu insonga nisbatan mena foydali taraf bo'lgan bo'lsa, mana bu duanınki nemisi qanday qiladi? Masalan, 10-15 kichik bola bo'lgan bo'lsa, hammasi biz beni badaydi, endi biz beni. Bunun qarta buni tarbiyalagan yoki ota-ona bo'lgan odam har bir bolaga hammani degini qilib bermaydi. Bu aniq. Uni vaqirab, voy manga apa, voy manga dada deb ashta qilsa, hammasi o'xshashib bermaymiz. Uni qarta qanday qilamiz? Uni qarta mana sizga ma'ni desa, siz ma'ni bersam bo'ladi degan narsangizni. Siz buni boshqara olasiz, qalaysiz. Ammo endi bizga nima deymiz? Sen bunu diyen ben seni layık emez. Onun onu sen maneme. Mani oyna ya mani kıl deyimiz. Yine biz vakırap dururuz. Hay tuttu sen tekin ma çoğun tutsa ya küçükse sen tekin yeni bay ya yıldırak bermen ya ayağı vağanca bermen olsa bermen onun dima deyimiz. Yani muşundak iş çok olur. Yani demek bununki cezmen nemisi var icabet kılgan muşta terbiye çok faydası çok bak. Şunun için ne kılışımız gerek? Dua kılışımız gerek. Ve ne dedi Allah Teala? Emme yucibul muzdara iza da'ahu ve yakşifu su de men Allah Teala müştakçı dedi. Aya bir kişi var mı ki icabet kıldığı ihtiyaç bo'lgan adamga qachoniki o adam alın şu kişiga nima qilsa dua qilsa. Yani ihtiyaç bo'lgan adam qachoniki bir kişiga dua qilgan bo'lsa, uni icabet qildigan kishi bormi? Va shuningdek yomon xafalikning o'zini ichib uni yo'q qilgan bir adam bormi?
Ba, o kim? Allah. Onda varken duanı resmi müşta ihtiyaç düşüp, mühtaç olup kalıp, bombağa vakti yüzde müşta kısana, cezmen Allah Teala bu kişilerdeki duanı icabet kılıdı. Yani icabet kılmam dedi bu ayette. Onda varken biz ne kılışımız gerek? Dua kılışımız gerek. Men duanınki fazileti ve onunki savabı men ibadet buluş yüzüden. Men avun eğer üçünün bir subkası o uçak teximi paydanı cezmen paydı var. Onu da başka dua kıptı da Allah Teala biz ecir azim verdi ki çünkü bu dua nim boğalı için ibadet olan. İbadet kısa nim verdi Allah men ecir azim savab çok verdi. Şimdi hadis kıyasek. Birinci hadis Numan Beşir radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua yani yalak dua yani mümin Müslümanlarını kılan yalak şart düşken dua o nemidir? İbadettir dedi. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadet kılınan dua kılınan dedi. Şu duanın üzerine kupuyundaki ibadet. Yani ayet dediğimizde ne için? Çünkü Allah'ınki emir fermanlarını burum Adem'in üzü kan olsa işin üzü ibadet. Yani bu. Onda o adeken yani hiç bomba degende ne kan bolmaz ibadet çok kan bolmaz. Yani ibadet ki illa zikir tesbih etiş namaz okuş emez. Onunki asas nemisi o dua. Dua nemi dua mı ibadet. İkinci hadis. Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ayşe. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı gördü mene duadın camilerini. Yani duanınki içiden labzi kıska umumun mezmunu keng roğan joğulgan duanı yani labzi kıska menzı uzun keng roğan duanı için yaxşı gördü. Ve terk etti Peygamber anda bir duanınki şu mene labzi kıska menzı cık roğan duadan başka nerse hemen için terk etti onu için kınmaydı. Duanı nime? Labzi kıskan. Mənsi emmesi kengre. Mesela Rabbana atina fid dunya haseneten. En labzi kıskan. Onunki mənsi fevkul adde. Benim fevkul adde şundak nime o cıkkamdi. Benim Peygamber bunu devam için okuydu. Yani muşunda duanı için yaxşı gördü deydemdi. Yani demek benim muşunda duanı kısak uçağın üstünde Peygamber yaxşı görürken. Ama bunda kılmaptı hazır kadar mesela cihundudun çoğunda uşakta atıp hemen anı kıl manı kıl deyip ay dua kılıp yağdırıp atılan bir dualı var. Bu uşak hemen deydiğin. Esi Allah'ınki biz hem uşak gapını değişimizin üzü yani Allah'a olan tarz bir saygısızlık, hürmetsizlik olurdu. Ne biçim? Bu bir laf demesek mi? Allah Teala umumun minni bildirdiğin. Ha muşdan nasıl bildirse disek uçağınızda Allah icabet etsa muşun dairesiniz kengreyi olurdu. Onu Allah bilirdi. Bunu Allah'ın kılan gap uçağında Allah'ınki mene zatına layık olan bir duanı kılımız. Bu nime o yaxşı hemdi o. O ya onu kıp manı kılıp andalda bir laf bir dualı var. O kısak yaxşı o ibadet. Lakin dua kılışındaki bir şekli duanın layık labzi kıska yüzü saz benim mənsi mol olan labzini işletilgen duanı için kılış gerek. Bu nime? Bu dua asasa Kur'an-ı Kerim Rabbana Rabbi diyen duala ve onu da başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzündeki yedistirda öğretken dua var. Ben muş duanı kısa bu en nime o yaxşı mı? Üçüncü hadis. Enes radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Enes. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki duasının küpünsü Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar deydi. Yani muşu duanı nacık okuydu. Çünkü yani yukarı hadis asasan Ayşe'nin dediğine de labzi kıska bununki mensbehcik. Oynasak tüymeydi bir kança yani vakit şu desek. Yani ey Rabbimiz bizdeki dünyada hasenlik eltüsüne. Yani hasen dair küçükken hasen olsun, çoğun olsun cinsen. Her kandak çıraylık neyse, ubdan neyse emri mankadı. Bunun içi de ubdan neyse bizim bedenimizdeki, turmuşumuzdaki, hayat güçlüğümüzdeki, ticaretimizdeki, bedenin sağlığımızdaki, devletin yani siyasi ve iktisadi hem tarafındaki güzelliği bahse deyince. Bunun labzi kıska mensicik oldu. Yine ahirette yine sen versen. Ahiret esen diyen iman, ben ölgeldeki kabirdeki ahiret dolu da bir hesaptan. O yerdeki esenle verseler, anadaki sot baydanındaki esenle verseler, onun dikin o bütün sotlaşın üstü tüygendeki cennet dövzak ekirdiğin bu terapi esen kavun cennet. Yani cennet verseler deyince. Yani umum bu. Ve şunu da biz ne dövzakın azabını saklısılar.
Do'zaxning azobini saqlasa degan. Mana bu bizdagi asos maqsadimiz ibodat qilish bilan birlikda, mana jannatga kirishni orzu qilish bilan birlikda biz do'zax kirmaslik. Bu do'zax rasmiy ban. U kimga? Kafir, munofiq va shuningdek mana men mu'min, musulmon deb tug'an osiylar ma'lum muddat uni nima qiladi? Kirib andikin jannatga chiqadigan. Men mushlar nimalar bor? Do'zax bor. Bu nima u? Yomon. U yer kirdik degan gap umr u yerda hayot yo'q va davomli kuyib turgan gap. Buni saqlash eng muhim. Men mushu duoni uchun Payg'ambar davomli qildi dedi. Andan keyin biz mush duoni davomli qilishimiz çok kerak. Ziyoda qildi Imom Muslim o'zi rivoyati dedi. Imom Muslim va berti yakravi Enes radhiyallohu ta'ala qachoniki iroda qilsa shu duoga bir duo bilan uni bilan duo qildi. Ya'ni Robbana atina bilan duo qildi. Qachoniki iroda qilsa shu duoga bir duo bilanki bir da'vat bilan bir dua qilsa, ya'ni ikkisi bir gap. Ya'ni qachoniki bir duoni bir qilmoqchi bo'lsa, ya'ni uni bilan shu duoning ichida, ash duo fihi, ya'ni u duoning ichida shu Robbanani atinani ashni ichi keltirib, ondan keyin buni bilan nima qildi? Duo qildi. Ya'ni yuqoridan duo qilmoqchi bo'lsin deydi ekan. Yana bir sanadan keyin duo qilmoqchi, uni yana boshqa bir duoni demoqchi bo'lsa, shu duoning uchun mutlaqo yana Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan bati deydi. Ondan ki biz bunu qarta, yine ayrım qilsam bo'ldi, har qanday holda duo qilib bunu duoyimiz ichiga mushuni uchun kirgizib qo'yishimiz çok kerak. 4-chi hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunda deb jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam berdi deydi. Ey Allah, men sizdan so'rayman hidoyatni, taqvolikni, iffetlik bo'lishni va qalbi boy bo'lishni men nima qilaman? So'rayman deb men mushu 4 mazmundagi duoni çok qilibdi. Chunki bu 4 mazmundagi duo nihoyat nima muhim bir mu'min musulmonga nisbatan. Chunki bir inson nisbatan to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'linish, to'g'ri fikr pek muhim. Ikkinchidan, ondan bu odamning o'zi mana dunyo va oxiratda rasmiy jannatga ketib do'zax qutulishniki birdan bir kapolati nima, ya'ni asosiy nimasi taqvo. Ondan keyin bu odam dunyoda g'urur, mushdaq iffetlik yaşashning nimasi iffetlik, namus çok bo'lish. Mana u odamning nimasi dunyoda ehtiyoji olan qalbi çok nima bo'lish, boy bo'lish. Mana bu bo'lgan bo'lsa bu odam baxtsizda turmushga erishgan bo'ladi. Baxtli bo'lgan bo'ladi bu odam. Shu Payg'ambar mush duoni çok qildi deydi. Yana 5-chi hadis. Tariq ibn Ushay Asham radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Tariq. Bir odam qachoniki salom bersa, mana qachoniki musulmon bo'lsa, öğütüdü bu adamga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuşunu öğütüdü. La ilahe illallah deb bo'lganda namaz o'qisa, namaz madaqız 5 vaqt namaz da öğütüdü. Andaki bu riti Peygamber bu adam şu dua qay, ma sözler bilan dua qilish bu riti. Sen ma dua bilan dua qilib deydi. Nima deb? Allohumma g'firli varhamni vahdini va'afini varzuqni degan men mushu 5 kelimenin 5 mezmunun özü yağan bu şu duanın özüne muş devamlı dua qilib deb mushtachu buyurdi deydi. Ana keyin biz şu dua qilishning o'zida qanday qilishimiz kerak? Mana davomli biz şu duani çok qilib turishimiz çok kerak. Ey Allah, men uchun mag'firat qilsan. Ey Allah, menga rahim qilsan, meni hidoyat qilsan, meni xotirjam, salomatlik qilsan, menga rizq bersalar degan nima qisqa mazmuni bu tarjimasi. Yeni bir rivayette şu Tarık için bayak İmam Müslim için tarihte kalan rivayette şunu cezmen bu Tarık anladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din anladı. Ve anladı ki kelgen idi. Yani şu Peygamber sallallahu bir adam. O adam gelip dedi ki ya Resulullah kandak deymen ol bir zamandaki sorayım benim Rabbimden. Yani benim Rabbimden soruğa vakti ben ne mi deyme? Dep sordu. Soruğa vakti yüzünden dedi Peygamber digin Allahümme pirli ve rahamni ve afini ve rzuqni deb men mushuni chu digin dedi. Ama da yuqorida vahdini deb ushqan 5 xil mazmun, ma'no 4 xilni debdi. Jazman mala, yani mush 4 xil narsa jo'g'laydi sen uchun, sening dunyo va oxirating jo'g'laydi. Yani dünya ve ahiretki baxt saadet turmuş, ubda, salamet hamma narsaning o'zini mush 4 kelimenin özgüçü yollanğan. Anda onun labzi qısqa ma'nosi nima undaydi? Kengre. Sen mushu duoni çok qilgan. Deb boshqa çok degan. Anda o'zikin biz mushu duoni qilsaq ne bo'lar ekan? To'g'ri bir duoni qilgan bo'lamiz. 6-chi hadis.
İbn Ömer ibn As radıyallahu ta'ala anhuma rivayet kılındı dedi o İbn Ömer, Abdullah ibn Ömer. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubana ala taatik deb muştaqçı dua qanti deydi. Allah kalpten yötkügücü zat. Bizdeki kalplerimizin seninki taatlerine nima qilsa, sizga ibodat qilib, siz bo'ysungan ishqi bizning qalbimiz shunga sarf qilib, shunga yo'tkizsalar Allah dedi. Endi sarrafa yusarrifu degan, ya'ni tasrif qildi degan o'zgartirgan, mayada ayaga anımani yo'tkazdi degan gap. Ya'ni demakchi o'g'lim, Allah insonniki qalbini to'liq nima qilib turadigan gap, yo'tkilib turadigan gap. Bu yerda tura olmaydi. Yil odi qilib keldi, yil bidama qildi, yil odi qilib davomli yo'tkilib turadigan gap. Shu u insonniki o yurakniki o'zi nima deb ataldi arabchada qalb, ya'ni yo'tkilib turadigan narsa deb. Unda o'g'likin yili to'g'ri yo'lda, yili xato yo'lda, yili xato fikrda, to'g'ri fikrda mushta o'tkilib turadigan gap. Ana buni qilg'izayotgan kishi kim? Allah. Allah o'g'aniki biz bu ishni qilayotgan bo'lgandiki, shu bizning qalbimizning harom, xato, mushunda fikr va ishlarniki o'zidan qilish, uni orzu qilishdan, mana toat ibodatga yo'tkashga Allohdan nima qilishimiz kerak? So'rashimiz kerak. Buning uchun shu payg'ambar mush duoni shu qildi deydi. Payg'ambar o'zi mana ashundaq toat ibodatning o'zi kechimi kunduz hayot ashtaq turib umr bo'yi mana hech qanday bir millisekund qolmay mana o'zi bunda deyishniki degan yani o'zida biz ummatcho nima degan gap, biz ummatga ta'lim, ya'ni siz uchun mush duoni shu qilib turinglar degan gap. 7-ci hadis Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı. Dedi Peygamber Pana talep kılınsılar Allah'dan mena balaniki en yaman edin. Yani yaman balayı afet musibettin bunu da şu Allah'a şu sığınanlar. Allah bunu bizi saklanlar dağlar. Ve şaka bedbahtliğini tepiştin. Yani bedbahtlıktan ibaret olan bəxtsiz mena turmuş nima on turmuşun naçar müşündaq bu karışındaki yani dövzaq kirişten ibaret olan bu tepiş olan bu işni qilib karışten bunu da Allah'dan sığınanlar, soranlar ve su'ul pada ve pazaniki yamanlıqdan yoki qaza yani qaza qadarniki nemisidan yamanlıqdan nima qilanlar bundan Allah'dan çok müştaq nima qilanlar soranlar yani qaza qadar yani Allah Teala ve kaçan bir hüküm kan bolsa bir iş boldu dep şununki yaman edin ya Allah bizi saqlıqsıla dep müştaq dua kılanlar. Yeni bir sanadaki düşmanlarniki hoş oluşidin. Şamatat. Yani düşmanlarniki hoş oluştu bunundan meni saqlısı Allah düşmanni hoş kıldıgan özüm xap bolduğan bir işniki özüm man bir işten Allah bizden şu saqlısa meni saqlısı dep müştaq nima kılanlar dua kılanlar dep müştaq şu digente değil. Yeni bir rivayette dedi Süfyan şak qılıman şuniki jazman mena ziyoda qildima birini unudim. Yani bu yerda 4-5 tane var. Yani panatap qilish masalasiki o'zida bu yerda endi 4'niki ichidan birini qo'shib qo'ydimki demak qolgan 3 rost deb Maravining ichidagi Süfyan Uyayna yoki Süfyan Savri mustaqil debdi. Endi 7-ci hadis. Yine 7-ci hadis. Yine Ebu Hureyre rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deytin. Allahümme essahli diniyellezi huve ismetu emri ve essahli dünyayelleti fiyye maaşi ve essahli ahiriyetiyelleti fiyye maadi ve cel hayate ziyadeten li fi kulli hayrin ve cel mevte rahaten li min kulli şerrin diyen min muşud duanı okuydu Peygamber. Adeti muşudi deydi. Onun için biz muş duanı meni o'qishimiz çok kerak yoki o'qib turishimiz kerak. Allah meniki ishimniki asos tutqusi bo'lgan dinimni nima qilsa yaxshilab bersa. Ya'ni dinimni yaxshi obdan taqo adam bo'lgani uchun qilib bersa. Va meniki turmushim, mening turmushim dunyoda bor. Men shu dunyo ishimniki o'zi menga nima qilib bersa, obdan uchun qilib bersa. Nayt obdan turmush ko'radigan, yaxshi turmush ko'radigan, mushta boy, mushta o'tidan uchun qilib bersa. Va meniki oxiratimki oxirat meniki nima qilgan yerim o ki qaytadigan yerim. Qaytadigan yerim bo'lgandan keyin shu qaytadigan ya'niki o'zini men qaytadigan yerim oxiratda buni menga nima qilib bersa, obdan uchun qilib bersa. Ya'ni jannat kiradigan, mana do'zaxda saqlanadigan, qabr azobida saqlagan ishni uchun qilib bersa. Ve kısıla ya Allah,
Mene hayatni men uchun har qanday yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa, bundan yaxshi bo'lgan o'zi hayotimni teximiz yaratib ömrni uzun qilib yaxshi ish qilgan bo'lsan, buni qilib bersin. Va qisla o'limni rohat qilsa men uchun har qanday yomon ishdim. Agar men yomon ishni qilgan silbilar, ashta bir ishim qolsa, buni lekin yomon ish bo'lib bunday qilgan bo'lsa, u chog'da men hozircha o'lib ketay, buni o'limniki o'zini rohat qilsa, qo'rqadigan, voyni o'lib ketadigan demak, meni bahramon holatda o'lib ketadigan, men buni tanlaydigan mushtaqchi ish qilib bersinlar deb, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men mushu duoni qildi. Ya'ni demak, men mushu duoga qarsak, men duo nima lafzi qisqa, nima mas'ul kan. Hem foydali. Men mushu duoni qilsak, agar arabcha o'qisak, arabcha bu deganimiz yaxshi, ammo arabcha o'qimasak, uyg'urchani bilib berib, men mushu mazmunni uyg'urcha qilsakmi çok bo'ladi. 9-hadis. Ali roziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi. Dedi men uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam degan. Allohumma hdini va saddidni degan. Duo qilib dedi. Ey Alloh, meni hidoyat qilsin. Va meni to'g'ri yo'lga boshlasınlar. To'g'risiga boshlasınlar degan mush duoni qildi. Endi Zade Ali raziyallohu ta'ala payg'ambar alayhisolatu vasallam huzurida payg'ambar alayhisolam iymon etib kishini tortib zade hidoyat ustida. Endi bu hidoyat qilsa degan bu yana nima? Hidoyat tahimi, hidoyat sabit qilib, hidoyatni davomlashtirsa degan gap. Endi chunki nima uchun? Hidoyatniki usti sabit bo'lmay davomlashtirmoqni ish uchun bo'ladi. Yani cemiyetim kürvatimiz bu bek muhim. Şu an 5 vaqt namazın özüde her rekatte ihtilal sıratal müstakimini o'qishning o'zi nima o vacip. Yine bizdeki fikrimiz, kılığımız, bütün iş faaliyetimizin doğru oluşu bu bek muhim. Kur'an edisi royu uygun. Bu bek muhim. Şunu Peygamber Ali razıyallahu anh bu iş kısırdı kalan dua kılıp muşu devamlı kılıp duruşu tavsiye çok kalan. Yine bir rivayetten Allahümme inni es'alukel huda ve sedade muş gapni de deptim. Ey Allah silidi men hidayetni ve doğru dürüst buluşunu nima qilaman, sildichu talab qilaman. Deb mushtaqchu degan deptimdi. 10-hadis. Enes raziyallohu ta'ala rivoyat qildi Enes. Berti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deydi: "Ey Allah, fala talab qilma, sig'inaman sizga ojizlikdan. Ojiz bo'lib qolishdim, men sizga nima qilaman? Sig'inaman. Bunidan saqlasan va hurun sus bo'lib qolishdim, men buni nima qilaman? Buni nima siz sig'inamanki, hargiz buni mundaq ojiz, men ishni qilolmayman, qilolmadim, etolmayman, mana deydigan ve şunu da uçluk kılmayı urun, ehemmiyet muhim dep qarmaydigan sus bundaq bu kalıştın. Bu nime onun için beni jirak kısa. Ben onun için beni de jirak kılsa beni saklısılar. Çünkü bu nime o imanlıki asli muhtasaslık zid. Yeni bir saniye korkunçaklık. Mene hadidin ziyade kırıp gitiş. Bexillik. Bunu da ben sırlığı nime kılmaya seğilemem. Bunu da beni saklısılar deydi. Mene bu işlerin üzerine asli mümin, Müslüman bu işi itibarı olan bu imanlık asasen bulanık en müslüman o insanın kolu kelgan neyse onun bu zid. Şuna bu zid oğalı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir işini bulup kalışını gözde bu var. Bunda bir işini bulup kalışını Allah'ı sevginler, Allah'ı saklaşı talep kılınlar tep degen için şu. Ve inan ben pana talep kılmayan silgen kabriniki azabın. Ve inan pana talep kılmayan silgen mene hayatlık ve ölümlüki fitnesidir. Yani hayatı dünyada din her kandak üstüne kelgan bir sınav var. Bununki yamanlıqdan. Şunu da ölgendeki sual sorak vakaza işte var. Bir bunda bir işineki yamanlıqda mesela yakın. Unda bir işte manqaması ya Allah. Dep muşu duanı için kılanlar. Dep mene muşu duanı için Peygamber kalite. Dep mene Enes radıyallahu ta'ala'nın için muştaq deydi. Anda varken men muşu duanı okulgan ve onun başka duanın hemini qarab baqalay. Nayet lafzi kıskan mənisi pek mol. Biz dua kısak, muş duanı kısak çok boludu. Yeni bir ayette وَزَلَا dini ve galibeti ricali. Yine ayette vel buhli dep bulup andikin وَزَلَا dini qazniki hadidi ziyadıb ketişidin er kişilerniki menin üstümde galip geliştin. Yani eski adamların üstümde galip gelip devamlı bozu gitip muştaq kılışidin men seligi sığırıman dep muş duanı şu koşup muçu deyden. 11. hadis. Ebu Bekir Siddiq razıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezmin Ebu Siddiq razıyallahu ta'ala dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öğütüsü bana bir duanı ki ben onu olan benim namazım içinde kılıdığım bir duanı bana öğütüp koysalar dedi. Diğer vakti dedi Peygamberimiz
degan namozning ichida Allohumma inni zalamtu zulman kaseeran va la yaghfiru zunuba illa ant. Tagfirli magfiratan min indik varhamni innaka antal g'afurur rahim. Degan mushu duoni cho'pdi. Ey Alloh, mening nafsimga nojiz zulm qildim. Endi Abu Bakr roziyallohu taoloning nafsi zulm qilamdan, men qilmaydi. Ammo Abu Bakr roziyallohu taoloning Abu Bakr roziyallohu taoloning siddiq bu e'tibor bilan ba'zi qilamagan, ba'zi bir ishlarning o'zi men o'zim zulm, xato, harom bir gunoh ishni qilib qo'ydim deb tushunib qolgan, tushungan. U vaholanki boshqa odam uchun u cho'ng bir ish emas. Ya'ni u xato bir ish emas. Ammo har bir odamniki o'zi martaba qarab, o'zi doirasiga nisbatan muvofiq bo'lmaydigan ishning o'zi, uning tövandagi kishilarga nisbatan muvofiq ish. Shu bu yerda zulmning nafsim zulm qildim, nojiq degan shu. Biz degan u natijasi chiqmaydi. Va gunohniki o'zini mag'firat qilmaydi hech kim, faqat sizlar. Unda o'g'ani kim men uchun sizniki dargohil sil tarafdan kelgan bir mag'firatni cho'q qilsalar. Mana rahim qilsalar, jazman sizlar mena nimidir g'afurur rahimdir. Yani mag'firat qiluvchidir va rahim qiluvchidir zotlar. Deb men mush duoni Peygamber Abu Bakr Siddiqqa o'rgatib ekan. Mush duoni qil deb. Yani demek mush duoni bizim çok qilishimiz çok kerak. Yine bir rivoyatdan va fi beyti deb bakan va fi beyti. Yani men o'z nafsimga nojiz zulm qildim. Nimede? Mening uyimda. Yani balvaqalarimda va kaza. Va rivoyat qil zulman kasiran debimiz rivoyat qilibdi va rivoyat qil kabiran. Yani nojiq yoki cho'ng bir zulm qildim debdi. Yani ta sabidan Vay muahadelen layık geldi anda onun ikisini otursa pes değildi andiken nemi deyildi dua kavak yüzden zulmen kesiran kebiran desek ki bulu dene. 12. hadis. Ebi Musa radıyallahu ta'ala rivayet kıldı bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berti dua kıldı. Mal dua bilen dua kıldı. Kani Allahümme mağfirli hati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lamu bihi minni Allahümme mağfirli ciddi ve hazdi ve hati'i ve amdi ve hati'i ve amdi ve kullu zalika indi Allahümme mağfirli ma qaddamtu ve ma akhartu ve ma asrartu ve ma a'lantu ve ma ente a'lamu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir ve ente ala kulli şeyin kadir. Digen muşu duanı Peygamber devamlı çok turdu deydemdi. Mene ey Allah mening xatolığımni, nadonligimni, mening ishimdagi isrofxo'rligimni buni nima qilsa, men uchun meni kechiryapsizlar. Va shuningdek mendan sil bakrak biladigan bir narsam bor. Men uncha bilmayman, sil biladigan. Bu narsam uchun nima qilsa, uni kechiryapsizlar. Ey Allah meniki ciddi, yani o'qib turib qolgan gunohim, chaqchaq qilib turib qo'ygan gunohim, chaqchig'imni, shuni da xatoligimni va qasddan qilgan gunohlarimni buni mendan nima qilsa kechiryapsan. Mana buniki hammasi menda bor. Men inson bo'lgandan keyin. Ey Allah meniki ilgaki va keyin qilgan maxfiy va yushrun va oshkor qilgan meni mushu gunohimniki o'zi nima qilsa uni kechirsinlar. Va mendimi bilgichiroq menda bo'lgan bir gunoh bor. Silbak billah uni de mendimi buni kechirsinlar. Sil bo'lsa eng nima qadimiy bir zot, shuningdek eng keyingi zot birdan bir qilib qolgan zot nima sizlar qolgan narsamiz o'lib yo'qaydi. Sil bo'lsa har qanday shay'iniki narsaning ustiga kuch yetkazuvchi bo'lgan zot deb men mushu duoni meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam davomli nima qildi u yerda men o'qiydi deydimdi. Yani demek bizim mush duoni nima qilishimiz kerak? Yo deb o'qib yoki unaqa imkon bo'lmasa, men Uyg'ursini ma'nosini olsin, uni o'qib shu Uyg'urcha qilsam çok bo'ladi endi. 13. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi shuna deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam berdi deydi o'zining duosida Allohumma inni a'uzu bika min sharri ma amiltu va min sharri ma lam a'lam degan duo mush duoni qolgan duoni ishing mush duoni qilib qo'ydi deydi. Ey Allah cezmemesizlik sığırımın bir nimesinin yamanlığıdaki kıldım. Ben kıvatkan emellik işini yaman, ya dinimizin muvaffak olmayan, haram, hata olgan işini ki bunda bu cezmemesizlik sığırımın.
ve bir niməsinin yamanlığı təxmən onun için bundaki için kılmadım. Kimğa işin bunu kim bakçı? Anda o an kim bunda bir işin yamanlığıdır mı ben silgi için sığınım. Bunu da mene dedim kısılar saklısılar deyip mene duanın içinde Peygamber muş duanı için kıp koydu. Deyip şuna dedim. Deyik. Bugünkü dersimiz müşahitçilik olsun. Hemimizin şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu gösterken talimat asasen dua kıldığan dua kıldığan günahı itiraf kılıp ve onu ikrar kıldığan şu boyunca dua kıldığan şeklini Allah Teala bizi gibi nisip kapışına hemimizin Allah'ın tileyimiz Allah müştakip versin ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.